Bakara suresi tefsirinin 224. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tevende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresi 224. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Yaxşılık kılmaslıkka, takvadır bulmaslıkka ve kişilerini epleştirmeslikке qasam qilish şekli bilen ulanı qilishqa Allah'ını tosal qılmanglar. Yani Allah bilen qasam qilishni yaxshi ishlar qilmaslikning sababi qilmanglar. Allah bilen qasam qilishni yaxshi ishlarni qilmaslikning sababi qilmanglar. Allah sözlerinizden anlap turğucudur, ahvalınlarını bilip turğucudur. Məqsəd siz içken qasiminglar üçün Allah sizlarni jazoga tortmaydi. Qasdən içken qasiminglar üçün Allah sizlarni jazoga tortadi. Allah mağfiret qilgucudur, halimdir, yani bəndilərini jazolaşqa aldırab ketmeydi. Yaxşı işlarni qilmaslik uchun qasam ichmaslik to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: urug' tuqqanlarning oraliqidagi munosabatni chingitishdan iborat yaxshi ishlarni va yaxshi amallarni qilmayman deb qasam ichgan bo'lsanglar, sizlar Alloh bilan qilgan shu qasamlaringlarni yaxshi ishlarni qilishni to'sadigan vosita qilib olmanglar. Ya'ni sizlar bu qasaminglarni buzib onun kaffaretini beringlar ve yaxshi ishlarni qilaveringlar. Allah Teala bu ahdi mundaq deydi: aranglarda ahli karam ve dövletmen bo'lganlar xish aqrabalarga, miskinlarga ve din yo'lida hicret qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Allah'ning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Yani içken qasimidin onunğa tegishlik bo'lgan kaffaretini berib, qasamdan yanmay, onu davamlaştırıverişi günahdır. İmam Buxari bu haqda Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Biz dunyoga hammaning orqada keldik. Qiyomat kuni hammasining oldida bo'lamiz. Allohning nomi bilan qasamki, sizlardan biringlarning öz balı çaqıllары to'g'risida men ularga yaxshilik qilmayman yoki undaq ishni qilib bermayman deb ichgan qasamidan Allah bir ishni farz qilgan kaffaretni berib qasamidan yanmay uni davomlashtiraverishi Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Yaxshilik qilmaslikqa, taqvodor bo'lmaslikqa va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishqa Allah'ını tosal qılmanglar. Yani Allah bilen qasam qilishni yaxshi ishlarni qilmaslikning sababi qilmanglar. Ali ibn Talha bu oyatning ma'nosi haqida İbn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar qasiminglarni yaxshi ishlarni qilmaslikka sababchi qilmanglar. Sizlar qasiminglarni yaxshi ishlarni qilmaslikka sababchi qilib olmanglar. Lekin qasiminglar uchun kaffaret berib yaxshi ishlarni qilinglar. Masruq, Sha'bi, İbrahim Nahai, Mujahid, Tavus, Sa'id ibn Jubayr, Ata, Ikrima, Makhul, Zuhri, Hasan, Qatada, Muqatil ibn Hayyan, Rabi ibn Anas, Zahhak, Ata Khurasani ve Suddi qatorliqlarni bu oyatning ma'nosini İbn Abbas degandek bayon qildi. İmam Buxoriy ve Muslimning Abu Musa Ash'aridan rivoyat qilgan hadisi bu olimlarning so'zlarini kuchlantirdi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, agar Alloh xolisa, men
bir ishga qasam ichib, ondan uningdan boshqa bir ishni yaxshiroq ko'rsam, yaxshi ko'rgan ishni qilaman va qasamdan uning kaforatini berish orqali yenib olaman. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi bir ishga qasam ichgan bo'lsa, ondan uningdan yaxshiroq bir ishni ko'rgan bo'lsa, qilgan qasamiga kaforat berib etib, shu yaxshi ishni qilsin. Maqsadsiz qilgan qasam to'g'risida. Maqsadsiz ichgan qasaminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortmaydi. Ya'ni sizlarning maqsadsiz qilgan qasaminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortmaydi. Bu haqda Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi ichgan qasamida Lat va Uzza degan butlar bilan qasam qildim desa, o derhal la ilaha illalloh desin. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni yangidan musulmon bo'lib, tillarini texi shu butlarning nomi bilan qasam ichishdan yig'almagan kishilar maqsadsiz holda shu butlarning nomi bilan qasam ichib solgan bo'lsa, derhal iymon kalimasi la ilaha illallohni deyishga buyurdi. Allah Teala maqsadsiz ichgan qasam uchun azoblamaydiganlik to'g'risida mundaq deydi. Qasdan ichgan qasaminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortadi. Ya'ni bir oyatda mundaq deydi. Lekin sizlarni qasdan qilgan qasaminglar uchun javobgarlik tortadi. Abu Davud Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Maqsadsiz qilingan qasam degan bir kishining uy ichida qilinadigan Allohning nomi bilan qasam, u ish undaq emas. Allah nomi bilan qasam, u ish shundaq bo'g'isi deganga o'xshash so'zdir. İbn Abu Hatem İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Maqsadsiz qilingan qasam degan ochiqlanganda ichgan va Allah halol qilib bergan narsani harom qilgan qasamdir. Bu qasam uchun maqsadsiz qilingan qasamga kaforat yetmaydi. Said ibn Jubayr bu haqda İbn Abbasga o'xshash bayon qildi. Abu Davud ochiqlanib turib qasam ichish degan babda Said ibn Musayyibning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ansarilardan bo'lgan bir aka ukaning oraliqida bo'lishadigan mirosi bor edi. U ikkisining biri yana biridan shu mirosni o'lishishni talab qildi. Yana biri, agar sen mendan mirosni o'lishishni qayta so'rasang, mening hamma mol mulkim Ka'baning ishki uchun bo'lib ketsin deb qasam ichdi. Ondan uningga Umarning Ka'ba sening mol mulkingdan behojatdir. Sen qasamingdan kaforat berib yongan va qarindishingga gap qilgan. Men payg'ambar alayhisalomning Rabbingning dargohida gunoh bo'ladigan ishlarni qilish va urug' tuqqanlarning orliqini uzib etish uchun qasam qilish va igidorchiligida bo'lmagan narsani nazar qilish yo'q deganligini angladim. Qasdan ichgan qasaminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortadi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid va boshqalar bu vaqtda mundaq deydi. Qasam ichkichining bir narsaning yolg'on ekanligini bilib turib, shu narsa bilan qasam ichishidir. Mujahid va boshqalar bu oyatning ma'nosi Allah Taolaning lekin sizlarni qasdan qilgan qasaminglar uchun javobgarlik tortadi degan oyatining ma'nosiga o'xshashdir dedi. Allah mağfiret qilg'ichdir, halimdir. Ya'ni bandalarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ya'ni bandalarning gunohini kechirguchidir va azoblashga oldirmoqchidir. Ayollarga yaqinchilik qilmaslikqa qasam ichgan kishilar 4 oy kutadi. Agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qaytsa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Allah haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Allah nihoyat mehribondir.
agar ular taloq qilish niyati kelsa, Allah haqiqatan ularning so'zini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Ayollarga yaqinchilik qilmaslik uchun qasam ichishning hukmi. Bir kishi ayolim bilan bir muddat jinsiy munosabat o'tkazmayman deb qasam ichsa, bu muddat 4 oydan az bo'lishi yoki uningdan uzoqroq bo'lishi mumkin. Agar u 4 oydan az bo'lsa, u kishi shu muddat o'tib ketguncha jinsiy munosabat o'tkazmay kutib turib, shu muddat o'tib ketgandan keyin ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazsa bo'ladi. Ayoli shu muddat ichida eridan jinsiy munosabat o'tkazishni talab qilmay sabr qilishi lozim. İmam Buxoriy va Imom Muslim bu haqda Oysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom ayollari bilan bir oy jinsiy munosabat o'tkazmaslik uchun qasam ichdi. Ondan 29 kun bo'lganda ayollari bilan jinsiy munosabat o'tkazib, bir oy degan ba'zi vaqtda 29 kun bo'ldi dedi. İmam Buxoriy bilan Muslim yana Umar ibn Hattobdan shuning o'xshashini rivoyat qildi. Ammo muddat 4 oydan ortiq bo'lsa, 4 oy muddat to'shqandan keyin ayoli eridan jinsiy munosabat o'tkazishni bo'lmasa taloq qilib o'tishni talab qiladi. Ayolning taloqini bermasa, ayolning azoblanmasligi uchun hokim erni uning taloqini berishga majburlaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ayollarga yaqinchilik qilmaslikka qasam ichgan kishilar, ya'ni o'zlarining ayollari bilan jinsiy munosabat o'tkazmaslik uchun qasam ichganlar, bu oyatdagi qasam didaklarga emas, to'y qilib olgan ayollarga xos ekanligini bildirdi. Bu ko'p sonli olimlarning ko'z qarshidir. 4 oy kutadi. Ya'ni qasam ichgan vaqtdan boshlab 4 oy kutadi. Ondan uningdan qasamidan chiqishi, ya'ni uning jinsiy munosabat o'tkazishi yoki uni taloq qilib o'tishi talab qilindi. Alloh taolo mundaq deydi: agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qaytsa, ya'ni ilgariki holatiga qaytsa, ya'ni ayol bilan jinsiy munosabat o'tkazsa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Alloh haqiqatan mag'firat qilguchidir. Alloh nihoyat mehribondir. Ya'ni qasam ichgan sabab bilan ayollarning tegishlik haqqini ado qilmay, erdan o'tilib qolgan kamchilikni kechirguchidir. Agar ular taloq qilish niyati kelsa, bu oyat 4 oyning o'tib ketishi bilanla ayollarning o'zligidan taloq bo'lib ketmaydiganligini uqtirdi. İmam Malik bu haqda Nafi'den Abdullah ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazmaslik uchun qasam ichgan bo'lsa, 4 oy o'tib ketgan bo'lsa-mu, uning ayoli taloq bo'lmaydi. 4 oy o'tgandan keyin u to'xtatilib qo'yib, uningdan ayolini taloq qilib o'tishi yoki jinsiy munosabat o'tkazishi talab qilindi. Ibn Jarir Suhayl ibn Abu Salihdan uning otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi: men ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazmaslik uchun qasam ichgan kishi to'g'risida 12 sahobadan so'radim. Ularning hammasi 4 oy o'tib ketmaguncha uningga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ondan, ya'ni 4 oy o'tib ketgandan keyin uningdan ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazishi yoki taloq qilib o'tishi talab qilindi. Agar u qaytsa, ya'ni jinsiy munosabat o'tkazsa, ayoli taloq bo'lib ketmaydi. Agar u qaytmaslikni xolasa, ayolini taloq qilib o'tadi dedi. Bu Umar, Osman, Ali, Abu Darda, Aisha, İbn Umar ve İbn Abbas radıyallahu anhum qatarlıqlardan mı rivayet kılıngan. Sa'id ibn Musayyab, Umar ibn Abdülaziz, Mücahid, Tavus, Muhammed ibn Ka'b ve Qasim qatarlıqlarımı bu haqda yuqorqidagilarga o'xshash bayon qildi. Taloq qilingan ayollar 3 hayz o'tkicha iddat tutadi.
agar ular Allohga oxirat kuniga ishonadigan, bachidonlardagi Alloh yaratgan narsani, ya'ni balini yoki hayzni yo'shirishi durust emas. Ularning erlari agar aplashib qolishni xohlasa, shu muddat ichida ularni qaytarib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliqdir. Ayollari ustida erlarning haqlari bo'lgandek, erlar ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lish kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tish kerak. Ayollarga mehr berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan erlar ayollardan bir daraja ortiqqa ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Taloq qilingan ayolning iddati to'g'risida Allah hayz ko'radigan ayollarning ichidan bilan bir yerda bo'lgandan keyin taloq qilinib ketgan ayollarni 3 hayzi o'tkicha kutishga buyurdi. 3 hayz o'tib ketib bo'lgandan keyin xolisa erga tegisi bo'ladi. Hayz va pokizlanishga ayollarning so'zining qabul qilinadiganligi. Bachidonlardagi Allah yaratgan narsani, ya'ni balini yoki hayzni yo'shirishi durust emas. Ya'ni homildorlikni yoki hayzning borligini ko'rsatadi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lganligini Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ibn Umar, Mujahid, Sha'bi, Hakam ibn Utayba, Rabi ibn Anas, Zahhak va boshqalardan bayon qildi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonadigan, bu ayollar uchun bo'lgan ogohlantirishdir. Bu oyat ular homildormi yoki hayz muddati tugidimi yoki tugmadimi degan masalalarda ularning so'zlarining e'tiboriga ilindiganligini ko'rsatib berdi. Chunki bu ishlar to'g'riliq xabar berish ularga taalluqdir. Boshqalarning bu ishlarni aniq bilishi notayin. Ular iddatini baldir to'shqizib etishni maqsad qilib yoki iddat haqqiga o'xshash uningdan keladigan ba'zi foydalarni o'ylab, uni keyniga surish niyatida yolg'on so'zlamay, haqni so'zlashga buyurildi. Ayolini 3 taloq qilmagan kishining u ayoli bilan yarashishga haqli ekanligi. Ularning erlari agar aplashib qolishni xohlasa, shu muddat ichida ularni qaytarib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliqdir. Ya'ni u 3 taloq qilinmagan ayol o'zining iddati ichida bo'lsa va erining uningga qaytishdagi maqsadi o'zlarining munosabatlarini yaxshilash yoki asli keltirish bo'lsa, uning u ayolga yenishi haqliqdir. Ammo 3 taloq qilingan ayolga erining yenishi durust emas. Ayolning haq huquqlari to'g'risida. Ayollar ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlar ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lish kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tish kerak. Ya'ni ayollarning erlar ustida haqqi bo'lganidek, erlarning ularning ustida haqqi bor. Shunga ularning har ikkisi o'zlarining majburiyatlarini ado qilish kerak. İmam Muslim bu haqda Jabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom vidolish hajjida so'zlagan xutbasida mundaq deydi: Sizlar ayollar to'g'risida Alloh taoladan qo'rqinglar. Sizlar ularni Allohning omonati o'rnida amringlarga oldinglar. Ya'ni ularni Allah'ın ayollarını ilişini durust qilib bergan so'zi bilan o'zinglar halol qildinglar. Sizlarning ularning ustidagi haqqinglar, ular to'shaklaringlarga sizlar yomon ko'radigan kishilarni yo'latmaslikdir. Ya'ni ular sizlarning uylaringlarga sizlar yomon ko'radigan yomon kishi, mayli u kishi ayol bo'lsin yoki er bo'lsin, başlamasın. Agar ular shu ishni qilib salsa, sizlar ularni qattiq urmay,
bo'shroq uringlar. Ularning sizlarning ustinglardagi haqqi ularning yemek içmek ve kiyim keçikini öz layıqida aşırı etmey, kısmı koymay tayyorlab berishdir. Behzi İbn Hakem Muaviye İbn Hayyid Qurayshidin onun çoğun dadısının mundaq deganligini rivayet qiladi. U ey Allah'ın peygamberi, bizning ayollarimizning bizdagi haqqi nima dedi. Peygamber aleyhisselam. Ularning sizlarning ustinglardagi haqqi, sen taam yesang, uningga taam bergin. Sen kiyim kiysang, uningga kiyim kiygizgin. Sen uning yuziga urmag'in. Set til bilan tillamag'in yoki set gap qilmag'in. Sen uni uydan boshqa yerda tashlab qo'ymag'in deb javob berdi. Va ki Ekrimadan İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men ayolimning men uchun chiroyli yasinishini yaxshi ko'rgunimdek, menmu ayolim uchun chiroyli yasinishini yaxshi ko'raman. Chunki Alloh ayollari ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlari ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lish kerak. Muvaffaq derecede mecburiyetme ötüş gerek deydi. Erlerinin artıqçılık doğrusunda. Erler ayollardan bir derece artıqlıqqa ega. Yani erler yaratılış, edep, ahlak, cemiyetlik orni, ayollarını başqırış, xotun ve bala chaqalarını xirajat bilen ta'minlash ve dünya ahirette paydası tegadigan işler bilen shug'ullanishi qatarlıq artıqçılıqqa ega. Allah Teala bu doğruluq mundaq deydi. Erler ayollarning hamileridir. Bu Allah'ның ularning ba'zisidan, yani erlarni kuch-quvvat, g'azot chiqish qatarlıq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir ve erlarning öz pul mollarini sarf qilganligidandir. Yani ayollarning nafiqini erlerinin zimbisiga yüklengenlikidir. Ayollarning nafiqisi erlerinin zimbisiga yüklengenlikidir. Allah g'olibdir, hikmet bilen ish qilg'uchidir. Yani onunğa asi bo'lgan, uning buyrug'iga xiloflik qilgan kishidan intiqom olishga kuchi yetkichidir. O'zi qilgan ve o'rinlashtirgan ishlarida hikmet bilen ish qilg'uchidir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Şunun bilen Bakara suresi tefsirinin 228. ayetçe okuduk. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz biiznillah. Va axiru da'vana velhamdülillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.